Allah Taoloning ana shunday azamati, azimiyati, jaloliyati, ulug'ligiga dalolat qiladigan ismlarga dalolat qiladi. Banda Alloh Taoloning ulug'ligini, naqadar jaloliyatini, uning haybat va azamatini, qudratini his qilgandan keyingina ana shu birinchi kalitning tishi, ya'ni kalitning avvalgi tishi banda Alloh Taoloning ulug'ligini his qilgandan keyin uning kalitining ikkinchi tishi ishga tushadi. U nima desa, u lom harfi deb biladi. Ya'ni u lahu. Hamma narsa Alloh Taolo uchun. Mana shu joyda o'tirishimiz ham Alloh uchun. Duo qilishimiz ham Alloh uchun. Hatto sukutda turib, zikrda turish ham Alloh uchun. Birov xayriyat niyat bilan gapirayotgan bo'lsa ham Alloh uchun. O'tirishligimiz, taomlanishligimiz Alloh uchun. Duo qilishlik, hamma ish, ibodat, zikr, tamomiy bizni o'rab turgan hamma ish Alloh uchun bo'lishligini banda his qilishligi kerak. Demak, hamma narsa Alloh taolo uchun bo'lsa, uning rizoligi, uning yuzi uchun bo'ladigan bo'lsa, ana endi uchinchi kalitning tishi ishlaydiki, u hammasi lak, ya'ni avvalgisi lahu bo'lsa, keyingisi yana bitta lom lak, ya'ni Alloh taoloning mulki. Tamomiy narsa Parvardigorning mulki. Bizni o'zimiz ham, turishimiz ham, zikrimiz ham, namozimiz ham, tamomiy virdi vazoiflarimiz bu Parvardigorniki. Bandada hech narsa yo'q. Parvardigor hammasini qildirayotgan Parvardigor, hammasi mahzi Parvardigorning fazli bilan, hidoyati bilan, tavfiqi bilan, hamma narsa Parvardigorning mulki. Menda hech narsa yo'q degan narsani banda his qilsa, kalitning uchinchi tishi ham ishga tushsa, endi nima bo'ladi? Banda o'zi yo'q qoladi. Faqat Parvardigorning o'zi qoladi. Oxirgi to'rtinchi kalit yumshoq ho kaliti, ya'ni u hu Parvardigor. Parvardigorga ishora qiladigan hu zamiriki huvallohullazi la ilaha illa hu, ya'ni Parvardigorning o'zi qoldi, hech narsa qolmabdi. Robbimni o'zidan boshqa, uning fazlidan boshqa narsa qolmabdi. Mendagi narsa Parvardigorimniki, o'zimniki emas desa, to'rala kalit ishlaydi va qalbni ichiga Alloh taolo degan zot kirib boradi. Chunki Alloh lafzi alif, ikkita lom va yumshoq hodan iborat. Alloh lafzi mana shu bilan to'rtta kalitlik, to'rtta tishlik kalitni mashoyixlar tavsiya qiladi. Shuning uchun demoqchi bo'lgan gapimki, bu yerda ana shu kalitlar ishlagan zotlar, ana shunday qalbni miftohini ishlatgan zotlar bugun demak duo qilishar ekan. Inshaallohu karim Parvardigor ijobat qilmasdan qo'ymagay, albatta duolar ijobat bo'ladi. Nikoh Janobi Hazratning muborak sunnatlari, bandaning tabiati, banda ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Benden çapada kirip çıkıyorlar. Allah Teala şu etken gaflarımda amal kılıyorlar. Amin. Gebiştik. Şu projende konuştuk bundan bağda. Allah'ın rahmeti yağlı olsun. Amin. Ana okuyatken oğlu aynı yönde okuyatlar. Bitti oğlu. Yani kişi var. Uyam tahsil alıp yakşı. Ben o kuraturası eşittim. Kursan buldum. Projende bu kızlardan. Kudamdan. Şunun için sizlere mahnaka oğul kızlarını okutuyorlar. Ölgemizden kim o şoparamızı Kur'an turası yetip oradı. Monaka aşbaş kılıp belgeler. Faydası yok. Arkamızdan yağlı borgandı. Fakat bola qolsa, bola ertamanda kechqurun Qur'on o'qib, otamga, onamga, o'tganlarga pata qiladi. Shuning uchun o'rgatinglar. Men